8 xil ayol hech qachon fazilatli bo'la olmaydi. Birinchi, eriga xiyonat qiladigan ayol. Ikkinchi, ikki do'stning yoki aka-ukaning orasini buzadigan ayol. Uchinchi, eri bilan qaynonasining orasini buzadigan ayol. To'rtinchi, erkak kishini moddiy maqsadlarni ro'yobga chiqarish vositasi deb qaraydigan ayol. Beshinchi, ajrashgan eriga tuhmat qiladigan ayol. Oltinchi, erining ishonchiga kirib olib, so'ng uning mol-mulkini isrof qiladigan ayol. 7. O'zidagi adovatni farzandlarga ham singdiradigan ayol. 8. Erining kambag'alligini yuziga solib, qalbini sindiradigan ayol. Allohim, bunday ayollardan o'zing saqla. Har kuni shunga o'xshash yangi hikmatlar o'rganmoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.